Ishonaveradi mana shu, ishonaverish kerak. Bir marta xato qilsa kechirildi, ikki marta yana bir xil xato, uch marta yana bir xil xato. Ishonaverib, shans beraverasiz-ku, odam boshga tushib ketadi o'sha. Bir marta xato qilgandan keyin odam o'sha xatosini qaytib qilmasligiga maksimal darajada harakat qiladi. Ikkinchi marta yana qiladigan bo'lsa, xuddi shu muomalani o'sha qilish kerak emas oldindagi. Lekin kechiravergan saringiz yana o'sha xatoni qayta, chunki bu odamzod-da. Odamzod anu bitta narsani povotini berib qo'yadigan bo'lsangiz, yengil tarafingizni ko'rsatadigan bo'lsa, shunda atakaga o'tadi. Shunda o'sha joy kuchsiz tarafingizni oladi. Inson mashinaga qotganda, xoh u do'st bilan bo'lsin, yaxshi ko'rganingiz bilan Samatsenkani iltimos tushirmang. Pozitsiyangizni biling. Bunda zonadan chiqib kimligingizni o'zingizga eslatib turing ora-orada. Yoki Samatsenkingizni ko'taradigan inson bilan gaplashing hajaba. Shans berishdan charchamadingizmi? Bir xil xato qilaveradigan insonlarga